o'zingizni qanchalik aqlli deb bilmang, hozir beradigan ma'lumotimni siz 100% bilmasdingiz. Javob. Demak, diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ring. Siz ushbu ekranda ko'rib turgan narsa qo'ziqorin. Ha, adashmadingiz. Siz qo'ziqorin deganda juda ham ko'p boshqa qo'ziqorinlarni ko'rgansiz, lekin mana shu qo'ziqorin asl nomi bilan qo'ziqorin. Biz yashab turgan ushbu hududlarda qadimiy bizning ota-bobolarimiz turkiy xalqlar mana shu o'simlikni qo'ziqorin deb nomlashgan va iste'mol qilgan. Nima uchun qo'ziqorin deysizmi? Ha, albatta. Qo'zi, ya'ni qo'yning bolasi, qorin o'z nomi bilan qorin. Qo'y yoki qo'zichoqning qorniga juda ham o'xshash bo'lganligi uchun aynan shunday nomlashgan. Har holda qorindan he yegan bo'lsangiz kerak. Ota-bobolarimiz ushbu qo'ziqorinni bekorga maza qilib iste'mol qilishmagan. Bu mutlaqo zaharsiz. Buni qaynatish ham shart emas. Shunday qovurib yeyaverasiz. Eng muhimi juda ham kaloriyaga boy va mazali. Qariyalar va yosh bolalar uchun ham juda ham foydali. Eng qizig'i buni terish juda ham maroqli. Ushbu ma'lumotni hammaga yuborib tashlang, hamma asl qo'ziqorin nima ekanligini tanib olishsin. Sizlar ham mana shunaqa qo'ziqorin ko'rganmisizlar? Bu haqiqiy qo'ziqorin. Qo'zini qorniga o'xshaydimi yo'qmi? Fikrlarni kommentariyaga yozinglar va bu qaysi viloyatda yoki qaysi shaharda nima deb nomlanadi? Kommentariyaga yozib ketinglar.